Usta aka, rosi bilan oldindan 1 so'm to'lov qilinmaydi, uyga yetib borgandan pul to'lov qilinadi. Xuddi shunday aka. Rostdanmi? Xuddi shunday. O'zi nima ish qiladi aka bu narsa? Bunimiz duku apparatimiz aka, faqat don mahsulotlari uchun soatiga 700-800 kilogrammgacha chiqaradi. Narxlari 4 kilovat alyuminiyning narxi 3.600.000 so'm. Makka bug'doyda kepak qilib tashaveradi. Hammasini, aka, yorma holatda, kepak holatda qiladi. Bu drabilkalarimiz necha puldan boshlanadi? Bu universal drabilkalarimiz 2.600.000 so'mdan boshlanadi aka. Bular ham dastavkasi bepul. Bepul, garantiya bor motorlariga. Motorlarga servis xizmatlari bor aka. Mana bu yavlama yutadiganingiz necha pul qilib beramiz aka? Kattalar. Bularimiz 19.5 million so'm. 19.5 million so'm. Bitta prosta 5 sekund haqiqatdan chiqarib yuboradi. Xuddi shunday aka, 5 sekundda chiqaradi. Mana bu mishalkalarimiz necha puldan? Mishalkalarimiz aka 7.800.000 so'm, 7 million so'm. O'sha xashaklarda aralashtirib 350 kilogrammlar. Juda ham zo'r. Aravalarimiz necha puldan aka? Arabalarimiz aka 2.5 million so'mdan. Xudo xolasa dastavkalar tekin. Dastavkalar kelishilgan holatda arabalar. Bular arabalar kelishilgan holatda drabilkalarga dastavkalar tekin. Gap yo'q. Zakaz qilinsa sraz yetkazib beriladi. Sraz xudo xolasa vodiy bo'ylab 2 kun 3 kun, vohaga 1 hafta. Akalar ekran tagida telefon nomerlari bo'ladi, bog'lanaverasizlar.